nima biznes qilaylik deb o'ylanib yurganlar uchun bu yerda 12 xil biznes uskunalari bor. Har xil assortimentdagi gazoblok, prostoy, polavtomat, minisi, poni avtomat, penoblok, termopanel, termotravertin, fasadniy plitka, kolodez, betonli mishalkalar, bunaqa sallar, bunaqa lentalar, hamma uskunalardan bor. Hozir sizlarga hammasini narxlar bilan xudo xolasa obzor qilib o'taman. Bu yerda endi tanishtiradigan bo'lsam, bu yerda gazoblok, o'sha pol avtomat, avtomat liniyasini hozir sizlarga obzor qilaman. Pol avtomatda ham, avtomatda ham mana shunaqa betonli relslari bo'ladi. Poni avtomatda ham, pol avtomatda ham 10 ta qolip komplektida bo'ladi. Qo'shimcha qoliplar kelishilgan holatda. Mana shunaqa qoliplar relsda yuradigan, mana shunaqa qolipdan 10 dona bo'ladi. Mana relslar qiling. Ikkala tarafda aravachasi, mana shunaqa avtomat reyskasi. Pol avtomatda ham, avtomatda ham shu narsalar bo'ladi. Farqi poni avtomatda mana shunaqa lentalari, o'zini hukmini eləydigan, o'zini vibratsiya g'alvirlari, mana shunaqa dozatorli, mana shunaqa sementli, shinegi, mana yerda 45 tonnalik silyos bunkeri, mana shunaqa aqlli kotyoli, suyonkisi, hamma suv motor, hamma yo'q bilan o'rnatib berish poni avtomat 23 ming dollardan boshlanadi. Qoliplar soni ko'payishiga qarab narxlar oshib boradi. Endi poni avtomat, pol avtomatda mana tepalari bo'lmaydi, mishalkani o'zi oddiy suyonkis, avtomat reysga boshqa relslari, mana bu oddiy kesadiganlari ham 10 ta qolipi bilan 6 ming dollardan boshlanadi. Qoliplar soni ko'payishiga qarab narxlar oshib boradi. Kimlargadir gazoblok ishlab chiqaraman deganlar, suv juda muammolari bor. Mana bu aqlli katyollar ham qilib beramiz. Olib borib o'rnatib beriladi. O'zi 10 minut 15 minutdan keyin bemalol mana shu suvni tashlab beradi. Katta litrlari, katta ob'yomlarda bemalol ishlasanglar bo'ladi. O'zimiz shu yerda hamma kimlarni yasaladi bu yerda. Hozir qana bunda hozir gazoblok 90lik qolip deydi. 2-1lik qolip, yarim metrlik. Keyin mana 1,5 tonnalik tallar hozir g'ildiragini yechib qo'yilgan, g'ildiraklari bilan bo'ladi. Pultlik, uzoqdan masofadan ham boshqarsanglar bo'ladi. 1,5 tonnagacha yuk ko'taradigan. Keyin o'zini mana betonli mishalkalar. Mishalkani o'zi kerak deganlarga bunaqa mishalkalar ham ketadi. Mishalkani o'zini 3 million 600 ming so'mdan beryapmiz. Baquvvat, xohlasanglar mis obmodga, xohlasanglar alyumin obmodga aytilgan variantida qilib beriladi mana baquvvatlar. Hozir mana shu mishalkasi, tali, ikkita qolipi, o'zini vibratsiya, pistoletning vibratsiyasi, shular bilan 1200 dollar qilib berdik. O'zimiz ishlab turgan sexda o'rgatib qo'yamiz. Bu yerda mana penobloklarni ham har xil assortimentlarda bor. Qoliplarni ko'rasizlar. Sotilyapti. Endi lazerda o'zimiz listlarni kesamiz. Endi penobloklarni obzor qiladigan bo'lsam, penoblok обычный komplekt 700 dollar. DD2 qatorlik 730 dollar. Euro variantimiz. Buni narxi 800 dollar. Legosi 850 dollar. Turbali teshigi 900 dollar. Mana 40-50-20 eurosi 800 dollar. Vodiy bo'ylab 50 dollar qo'shiladi. Vodiydan uzoqroq bo'lsa 100 dollar qo'shiladi. Mana 10 tadan qo'shga keladiganlar uchun 900 ming so'mdan zinali varianti. Zinasiz bo'lsa 800 ming so'mdan shu joydagi narxi. Endi komplektlarda nima bo'ladi? Hozir qoliplar o'sha hammasida ham 3 tadan qolip bo'ladi. Endi mana yevro qolipda, yevro qolip. 3 yevro deyishiga sabab tagida ham 7 qator, belida ham 7 qator. Shular uchun aytdim. Rastorbochkasi, kompressori, mikseri ichida uzator shlangalarigacha penegenerator, bonusiga kolonna listi, lato listi, 1000 tosh penoblok ketadigan penlari bilan bo'ladi. Hamma to'planma qo'shimchalari bor. Qoliplar o'zgargani hisobiga narxlar farq qiladi. Xonalar bo'lish uchun periodkalar deysizmi, kimlargadir lato listi, mana turbali listi, umuman aytilgan narsalar bo'lib ham sotiladi. Qolip o'zi kerak, penegenerator kerak, hammasini tanishtiradi. Endi bu yerda penoblokka oid hamma assortimentdagi qoliplar, uskunalar bor. Termo panel kerakdiganlar uchun mana termo panellarni ishlab chiqaradi. Aytilgan gul, aytilgan fasondagi mana gullarni qilib beramiz. Komplektida 3 xil guli bo'ladi, 6 ta. O'zini stoli, mana gipikamen qilish uchun kompressor, mikser, hatto mana batareykalar hamma yo'q bilan bu komplekt 900 dollar. Bu yerda 2 kun, 3 kun yotoq joylari, o'rganishlar hammasi ichida bo'ladi.
Ha, endi manaqa orqasida turklik terma travertin, haqiqiy tabiiy toshdan qilingan manaqa terma travertinlarimiz bor. Endi mana jinniki tergan e'tibor bermasdan biz bolalar endi bunaqa o'rnatishga usta emas, endi ustalar o'rnatadi. Endi o'rganuvchilar uchenliklar quyganlarni nomiga qilib qo'yilgan. Masalan, uchenliklar o'rganganlar. Bu terma travertin kelajagi bor biznes. Sababi mana orqasi o'tiblik qilib bazardan, punkdan bemalol qilsanglar bo'ladi. Bu tepasi tosh, karterasi, nima sizdan bo'lmaydi. Ichlarigacha bir xil rang berilmagan bunga. Tabiiy oq bo'ladi. Ustiga laklab bemalol u ancha xizmat qilsa bo'ladi, yaltillab turadi. O'zini mishalkasi, holatlar, vibratsiya stoli, bu yerda 2 kun yotoq joy o'rganishlari bilan hammasini komplekt $900 qo'yib, qo'shimcha holatlarimizni kelishilgan holatda aytilgan billik, aytilgan fasonlardan qilib beriladi. Endi gazoblogga bu yerda prostoy deydi. Gazoblogga prostoy deganda $1,500 komplektimiz. Ikkita qoliplar, reskasi, suvunchisi, mishalkasi $1,500 qo'yildi. Dastlabki adresga qarab. Endi uchtasi birda tomsuvoq, kalxan va gazoblogi minnisi, penablok quyish uchun apparatlar, mikseri, kompressori, penagenerator, rasvovochkasi, suvunchilari, lato tumbalarigacha beramiz. Agar uchtasi birdasini olsa, mana minni mishalkasi, zakazga qarab 220-380 aytilgan variantda qilaveradi. Mana uchta qoliplar bilan $1,500 O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Qo'shimcha qoliplar kelishilgan holatda. Kimga shunaqa bizneslar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.